Daphnaning har bir yangi loyihasi bu uslub va funksionallikning ajoyib uyg'unligi. Apex Development uchun ofis bundan mustasno emas. Apex Development ofis loyihasi Daphna g'oyalarini yechimlarga aylantirgan yana bir misol. O'zimizning ishlab chiqarishimiz va holdingdagi brendlari materiallariga tayangan holda biz barqaror sifat va optimal muddatlarni ta'minlaymiz. Ushbu loyihani boshlashda biz noyob makon yaratishni xohladik. U ishonchlilik, innovatsionlik va zamonaviy turar joy va tijorat obyektlarini yaratadigan quruvchining premium darajadagi obrazini batafsil aks ettiradi. Vazifa oson emasdi va biz sizga natijani ko'rsatishga tayyormiz. Ofisning ikkinchi qavatida bar qismi joylashgan. Bu klassik dizayn, hamma narsa oson ochiladi va shovqinsiz yopiladi. Biz joydan samarali foydalandik. Bu yerda ishchilar uchun joy va kichik ovqatlanish zonasini joylashtirdik. Hammasi juda chiroyli ko'rinadi. Bunday oshxonada choy yoki qahva damlab, tanaffus paytida yengil ovqatlanish juda yoqimli. Loyihaning alohida g'ururi esa kol markazdir. Biz operatorlar uchun ish joylarini shunchaki tashkil qilmadik, balki yonma-yon ishlayotgan odamlar bir-biriga xalaqit bermasligi uchun ularni puxta rejalashtirdik. Uzoq ish soatlaridan keyin ham xodimlar charchashmaydi. Lakonik dizayn ofisning ishbilarmonlik xarakterini ta'kidlaydi va xodimlar uchun qulaylikni ta'minlaydi. Apex Development ofis loyihasi Daphna g'oyalarini yechimlarga aylantirgani yana bir misoli. Agar siz ham ofisingizni shunday texnologik va mukammal bo'lishni xohlasangiz, individual loyiha buyurtma qiling. Biz bilan qoling. Ikkinchi qismda sizga Apex Development uchun tayyorlangan mock-upni ko'rsatamiz.